Turpandan Jimsaga piyoda safarga atlandik. Ya'ni Qanqil qadimiy yo'lini qayta besib chiqmoqchimiz. Bugun 2024-yili 4-oyning 23 kuni. Biz Davanchang bozorining eng chetiga joylashgan Daxiyan kentigacha mashinalıq kelib, mushu yerdan boshlab rasmiy safarimizni boshlab ketdik. Yo'lning boshlanishida mushundaq suzuk eqin bizga hamroh bo'ldi. Bu qadimki plan 50 kilometr musofani piyoda besib, Davan eshib, Turpandan Jimsaga sog'-salomat yetib berish. Mening yana bir shaxsiy nishonim bo'lsa, bovlarimizning izini besib chiqish. Bovam Muqbil Qazi, Alambaqi, Tömür Niyaz, Jagut, Obrar, Arif qatorliq Uyg'urlar bilan birga 1884-yili Turpan va Pichandan Jimsaga ko'chib chiqqan ekan. Shundan e'tiboran Jimsada bo'z yer ichib, teriqchilik qilgan hamda uy-joy silib makonlashgan ekan. Shunga bizning tegitaktimizni surishti qilsa, Turpanga berib taqishidi. Birinchi kuni yarim kun ichida jami 18 kilometr yo'lni besib bo'ldik. Suv manbasi bor joyga berib qo'nish uchun qorong'i tushib ketsa-mu safarni davomlashtirdik. Kechda issiq g'izolanib olgandan keyin ertasi saharda muz tutgan sovuq suvda yuz-ko'zlarimizni yuyib, nashtalikni yaxshi qilib yana safarga atlandik. Bundan 2100 yil ilgari Tianshanning shimoliy etikiga joylashgan Jimsadagi qadimiy shahar Beshbaliq, Qag'anbutlardan Tianshanning janubiy etikiga joylashgan Turpandagi Ostona, Yorg'ul qadimiy shaharlariga berishda Tianshanni to'g'risiga kesib o'tadigan tog' ichidagi uloq yo'li tarixda Tot yo'li deb atalgan. Hozirgi davrdagi kishilar qadimda Turpandagi oldi Qanqil beyligi bilan Jimsadagi orqa Qanqil beyligini tutashtiradigan bu yo'lni yangi chiqilib Qanqil qadimiy yo'li deb atagan. Yo'licha bir qancha joyda hayvonotlarning jasadlarini, munguzlarini uchratdik. Bu qadimgi safarning eng qiyin manzili bo'lgan cho'ng davan, ya'ni tosh uy davoniga keldik. Tianshanning suv bo'lgich umurtqisiga joylashgan bu davanning dengiz yuzidan egizligi 3425 metr keladi. Mushu yergacha biz allaburun 32 kilometr yo'lni besib bo'ldik. Qancha egiz bo'lgancha temperaturami shuncha tuvan bo'ladi ekan. Şuna tezden davandan tushishga boshladik. Ara davandan To'ygi Mo'ynoqdan Ulug'soyga keldik. Tövanga tushayotgan bo'g'achqa tizliq taqab mingishga to'g'ri keldi. Uning ustiga qor yangi erishga boshlag'achqa asosan patqoq ham erib ojizlab qolgan muzlarga avoylab dasab mangdik. 6-ko'rikdan o'tdik. Suluqsoyni kechib o'tib, Qarg'ayliqdaqqa yaqin qolganda Boshdan, ya'ni Bosh Qonalg'uga yetib kelib, shu yerga chidir tikdik. Ikkinchi kundagi safarimiz mushu yergacha davomlashgan bo'ldi. Basqan umumiy musofamiz 36 kilometr bo'ldi. To'rt taraf tog' bo'g'achqa, shamol yo'q. Faqat tuvandagi iqinning sharqirgan ovozdan boshqa hech qanday ovozmi yo'q. Oldingi kundagidan issiq ham rohat uxlabdik. Ertasi saharda eng burun o'rnimdan turib, yuzimni yuvg'ach suv olg'ili pastga tushdim. Naştını qılıp yana bugungi safarni boshlab ketdik. 2 kundan buyon to'la mingib ko'nib qoldim-mu yoki yeshillik manzaraga yetib kelgachga, uning ustiga Jimsar tarafdagi bu tog' yo'lida mushu 3-qatim mingishim bo'lg'achqimi, uncha bek jafoliq bilinmadi. Toshqovuq, Hamdulisoy, Cho'loqsoy, Qaynamlardan o'tdik. Mana endi 5-ko'rikka yetib keldik. 5-ko'rik keldik. Yo'licha qor, yomg'ir, aptap, bulutliq, shamolliq har xil havo rayini boshdan kechiribdik. Mana bu bizning klubdagi bolalar bultur yozda qo'ngan joy, Sarkungay, Cho'nqur degan joylardan o'tdik. Nishonga oz qolgan sari bultur aslimilarni asliga mingib 4-ko'rikka bek osonli kelib qoldik. 4-ko'rik keldik. Mavu umaq taş öy xuddi cho'chaklardagidek tuyg'u berdigan. Bo'pmu atrof yeshillik, ammo ko'kdan qor lapildab tushayotgan ko'rinish. Endi oyog'dan, ya'ni Panopa, oyoq davandan o'tdik. Mushu davan bultur mangan vaqtimizda eng cho'ng, oshmoq tas bilingan davan edi. Bugun hech qancha tas bilinmayli o'tib ketdik. Qor degan lapildab yig'ib qo'ydi, biroq qat'iy sovuq emas. 3-ko'rik, 3-ko'rik. 3-ko'rik o'tdik. 3-ko'rikdan o'tib birdam aramag'andan keyin davomliq mangdiq. Amdiki yo'l emas, hammasi manzara. Bel-putlarning og'rishlari qallamizga kirib chiqmaydi. Manzaralarni ko'rib ulgurib ololmaymiz. Süpsüzük sular, buluq o'sgan o't-cho'plar, yop-yeshil qarag'ay shamshatlar, g'uncha bo'lgan yovi gullar, ularning ustiga avoylab qo'nayotgan qor gullari. Keynimizda bizning uzitib qo'yayotgan osmon palak, muzliq cho'qqilar, tik qiyolar, cho'nqur hanglar. Az qoldik, manzilga texmi yiqildik. Arda cho'q keldik, ha? 2-ko'rikka. 2-ko'rikdan o'tdik.
Mavu bir jup daraxt uzun yillar tirishish orqali bir-biriga bo'lgan muhabbati hammadan g'olib kelib, oxiri qo'l tutishibdi. Er-ayollar yoki muhabbatlar kep qolsanglar, mushuning ostida qo'l tutishib rasmga tushsanglar bo'g'idek. Mana mingib cho'kan buloq terak saylardanmi o'tdik. Keldik, oxiri yetib keldik. Birinchi ko'rikni bosib o'tib, bu qitimqi safarni muvaffaqiyatli tamomlagan bo'ldik. Bugun 2024-yil 4-oyning 25-kuni, xotirlab qo'yishga tegishli bir kun. 2 kecha 2 kunduz 14 kilo keladigan so'mkani yutib 50 kilometr musofani tamomladim. O'zimga apirin. Tabiatni yaxshi ko'radigan, dala faoliyatiga qiziqadigan, o'ziga jang e'lon qilib beqishni o'ylagan do'stlarning bu qadimiy yo'lda cho'qim bir qitim mengib beqishni tavsiya qilaman.